Keyingi mashinamiz 2002-yil Nexia 1 metallikka polностью освежит bo'lgan, lekin hamma detal o'ziniki deyishyapti. Hamma yo'qlari butun ekan. Yana ustalarga tekshirib olaverasizlar. Xullas, lyuks beskonditsioneri, motor, ходовой коробка hammasi zo'r. Umuman xarajatlari yo'q ekan, metan gazlar taqilgan, gidravlika. Xullas, mashincha normal holatda ekan. Balonlarni ko'rsatishingiz mumkin. Green Max balonda ekan, do'stlar. Aziz obro'chilar, bozorda mashinalar narxlarini qimmat aytishyapti yoki bozorga chiqyapsiz, mashinalar qimmat aytishyaptimi do'stlar? Bitta Telegram kanalim bor. O'zimniki shu videoni kommentariyasiga ham zakrepit qilib qo'yganman. Avtosavdo degan kanal, kirib obuna bo'lib qo'yinglar. U yerdan dehqonlardan, birinchi qo'llardan arzon mashinalar turibdi. Albatta kirib obuna bo'lib qo'yinglar. Yaxshi sifatli mashinalar o'sha yerda turadi. Zerikkanlar uchun tavsiya qilamiz. Narxlar juda arzon bizda aslida. Holati o'rtacha holatda, shunaqa chiroyli diskalarda. Mashinamizni faqatgina salonda xarajati bor. Obshivkalari, yoq-bu-yoqlari, ahvollari sal-chatoq ekan. Yoqmasa, almashtirib, chiqonlarni almashtirib olasizlar. Ozgina kir holatda ekan. Mana shunaqa holatda Nexia 1. Xullas, hozircha narxini 35 million deyishyapti. Ko'rasizlarmi? Zapaskalari, orqalari, holatlari mana shunaqa. Qomatlari tik, ozgina chirik joylari bor ekan, kalinkalarda. Mana shunaqa holatda. 35 million. Yana kelishamiz deyishyapti. Biz kanal uchun shu 30 ga ketadigan xudo olasa aka. Bo'lishi 30 ham bo'lsa. Yo, o'tib bera olamiz pastiga. Bo'lishi 30 million ekan. Do'stlar, kimga ma'qul bo'lsa, telefon qilib gaplashib olaverasizlar. Variantlargacha? Yo'q. Variant yo'q, faqat narxga. Qayerga mashinasi ekan? Shahar. Samarqand shahar mashinasi. Telefon nomeringiz? 90lik 90lik 030 030 77 15. 77 15 raqamlarga telefon qilib bog'lanaverasizlar. Do'stlar, keyingi